Assalomu alaykum, qo'shni yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Voy, Yaxshimisan onasi? Bu sanga. Voy dadasi, yaxshi keldingizmi? Nimaga eshik tagida turibsiz? Kiring. Onasi. Oxirgi marta senga qachon gul olib kelib, romantika qilganimni eslolmay turibman. yana gul olib keldingizmi? Shu gullaringizni o'rniga 17 olib bersangiz bo'lmaydimi? Sen qachon shukr qilishni o'rganasan? Internetni ko'ring. Hozir kim gul sovg'a qiladi? Gul bergansiz? Qachon? To'yimizda. Non olib keldingizmi? Mana. Voy, yogurt ham oldingizmi? Buncha yaxshi. Nima yetishmayapti senga? Olib kelgan narsalarimni birortasiga rahmat aytganingni eslolmayapman. Ha, bo'pti, qo'ying pastga. Olaman keyin. Dadasi, shularni olib kelayotganligingiz, sizni sog'ligingiz, oilamiz tinchligi men uchun eng katta romantika. Asosiysi, halol mehnat qilyapsiz, bolalarimizni boqyapsiz. Shuni o'zi baxt emasmi? To'xtang, qayerga ketyapsiz? O'chir ovozingni. Oilani baxtli bo'lishi katta e'tibor kutishda emas, qanoat qilib yashashda.